Hozir men sizlarga Free Fire o'yinida vashshi qizdan ajaldaqa keltirishni o'rgatib qo'yaman aka. Bundan oldin kanalga podpiska va like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin aka. Birinchi o'rinda skilatga o'tib olamiz va siz Naruto sezondan beri o'ynayotgan bo'lsangiz, mana bu bosh kiyim bergan bo'lish kerak. Xullas akalar, shu bosh kiyimni taqib olamiz va qaysi personaj bo'lsa farqi yo'q akalar va ochkalarga shu maskani taqib olamiz akalar. U meni krasavchik bo'lishga boshladi o'zi. Va keyin oppoqqina upa va o'tgan sezonda olgan kiyimlarni kiyib olasizlar, yiqqan. Shimga o'tib turib, men krasavchik bo'lish boshladi. Shimga o'tib turib, buni botlarga ham berib, Lyubov навсегда degan nomli ishtonni kiyib olasiz. Undan keyin vashshi zo'r oppoqqina krasovka bor akalar. Mana bu. Ular mashina ham kiyib olasiz akalar. Bo'ldi. Mana уже krasavchik bo'ldi akalar. Xullas do'stlar, sizlarga qizlarni ajaldaqa kiyintirishni o'rgatib qo'ydim akalar. Xullas like bosib, obuna bo'lib qo'yish eslardan chiqmasin.